Yaxşımısınızlar dostlar? Biz yeni dersimizin davamını sözləyirik. Aldığın saatda biz qosaq qisminin rənglərinin cayılışını bekitib alğan tutduq. Daha olsa biz davamını davamlıq yasayırıq. Maniki bizə kerak qolmadi, shuning uchun biz buni juyasek bo'ldi. Endi biz miyadan boshlaylik.
Siz qiyinroq kelganlarni amal bor. Shuni bekrak bo'ysundirib bermasak bo'lmaydi. Yo'qolmasa biz bevosita mana bilan bitirib qilsak bo'ladi. Unda chiqib qolganlar ish vaqasi yo'q. Nima chiqadiganda biz baribir mana sirtiga yana bir qavat naqsh qo'yamiz. Shuning uchun etlib ketib qoldi, hech bo'lmaydi. Endi buni sirtiga yana bir qavat quraylik. Undan bu qavatga biz yavaştan ki önümüne nasıl kolaydı. Yapmamız biz buraya. Bu şekilde tasak buldu.
Buna materialni men yıldım əslik aldığı kapıp duran çünkü mağbelekli pakraydı kemelenki.
Herkes mundaq taqran qılırıp kömesligimiz gerek ya. Çünki bu bir yağaş oğan ekan çokum onun yüzde ne çıkılan aralaş oğan buldu.
Бірақ ұрсызылып болған болды әмді. Yollarını yanızarak berip koyuldu. Mesela bir yana bir qavat yol qilib belgilaydi. Bundan birisi olsun. İkisi olsun bu dikene. Muş ikisini belirlep koyayım. Şundan nesleri yaklaştığın tekimi ama tekstürünü tekim güzel gözlü. Şunun için işte inçikiyelerge çokum dikkat kılışımız gerek. Bugün bir sırayla.
Onlar beğensiz boğan bulduk. Hem de keyingi qadamda ben bununki tüşçülerden beklep koy. Tüşçülere, bununki tüşçülere qora rangda buldu ekan. Bunu ben yandan bir qavat qurib, şunu üstüge sızay. Biz bunu tasvirat qilish uchun biz buni modbox sızgandan ko'ra mutlaq Photoshop sızsaq bundan nechasi tizildi, ha? Biz Photoshopni açaylik. Endi bunun ichida buni yutaylik. Endi yandan bir surat qo'yib Yega buram tugayli. Ko'rish qulaylik uchun men buni o'rtayga
Mana UV semenlik model sığan vaqtımda UV sözgen vaqtımda aşağıya misal qılıp turib ayırıp çıkıp bergen şundaq qo. Yani hanım bir şey şu. Kunum tahtısından Alit Şefet T'ni basqandan keyin bu davriyelik köçürüldü bunun soňuşa. Endi bizge lazım bolmagan surat qavatlaryny ititip, andan biz kerekli bolgan qavatlarny ayrım çıkır alaylı. Öce şeklinde TGA. İsmini koygandan keyin endi modboxga ekleýin. Endi surat qavatdy muşnuň üstüge many üçürtip, muşnuň üstüge import kılıp ekleýin. Bununki rengini azırak tanışıp koyalım.
Taxminen 5-chilik bo'lsa bo'ldi. Endi muvofiq bo'ldi. 5-chilik bo'lsin. Endi hammaga qarsak, bu yerda bir chekitniki, teshikniki o'rni kam qolqatdi, biz buni 10 yutaylik. Undan boshqa yerlarniki teksturasi xil yomon emas sizlikda. Nima bo'lsa, bu yerni men yana Photoshop bilan o'chirtay. Yine miyetki ma bu chekitdim birini ko'chiribla bir şey qo'yib qo'ysam nima bo'ldi? Shunaqa. Buni chiqargandan keyin yana ma bu UV qavatini men etib qo'yib turib, yamaqatini chiqaray. Video shekli TJA bayamqini almashtirib nima bo'ldi? Shuning bilan burunqini jo'yitib, mushqavat cho'kini buni jo'yitib, buni delight jo'yitgandan keyin bayam o'zgartirishimizni akiraylik. Shundan bu o'ng'ishib ketdi. Men buni bir look qilib deb qayta o'nliq qilib olsam, bu rang asli keldi. Endi biz mana keyindagi o'rniga ham har bir bo'lakning oraliqiga narx chizishimiz kerak. Men mirror nisbasini bakay. Maskadan da kemmemdi. Ben surat qaytadan birini qurulay. Endi qaranglar, maska metga shunaqa birisi o'ttirib kelgan bilan birisi qirg'oqqa kelib qoldi. Men buni itib hammani qo'lda sizay. Siziq Qur'onni ichilib, ondan rangni belgilay. Bu rang bo'lsa, e'lom mau shu rang bo'lsa muvofiq ekan. Pek oppoq ketmaslik kerak. Endi siziqniki tomliqni belgilaydi. Ya'ni mavsa tomliq qotda. Bu misal tomkin. Buni e'lom tomkin 3 qo'y. Ko'rib qo'ying. Mush bo'lsa menimcha muvofiq ekan. Siziqlarni amal va tuz siziqtirishimiz kerak ya. Lekin men azroq o'tishib ketgan yerlar bo'lsa, uni biz keyin o'ngishsak bo'ldi. Shunga o'xshash hammasini shunga o'xshash sizib chiqamiz. Ikkinchisi
ulansız bulduk. Endi malqı yaxşı ulanmay qalgan yerlerini oň çöteyli. Mesela buna oxşaş. Tüs kuralını ititip içiga ak rang sızatım ene hazır. Ondan üçegin şulan ama belki sırtası ketken kısmını hazır şu yuteyli. Asta yakınlaştırımız ha. Endi bu tügenden keyin üstüge biz mana oxşaş naqşni keltirmişini oqqu, çekitlerini yani. Hiç şekildeki çekitlerini. Ama denki arlıqını belgilep bakay. Bu mu yakınken 200 qıp bakay. Ama şu inanç muvafiq qoptu. Yenidən bir qavat quralay. Endi bunun oxşaşlarını sızıp çıqaylı. Endi men bununğa tomluğunu belgilep bolgandan keyin şu tom kitipdi. Muşu muvafiq ekan. Endi naqshlarni sızaylı. Çoxum aldırmaya sızışımız gerek ya. Endi mush chekitniki oxirgi chekitning ustidan boshlasak, bu yana unutup mo'ngdi. Mush bo'yicha hammani mush bo'yicha davomlashtiraylik. Endi ikkinchisini.
Bu yana siz bo'ldik biz hamda Photoshop'ni açaylik. Yılqı keyinlik tüşükninki o'rnidagi yana bo'lsa, oq o'rnini biz qaytadan bir qavat ekirsaklam keyingi siziqning ulangan yerini o'ngshig'li bo'ldi. Ya'ni men keraksiz qavatlarni ititay. Bundan mush bir qavatni ep qilib buni men yana bir parcha chiqaray. Buningki avval rangini belgilay. Rengi butunlay oqib ketmasin. Bayamdan oppoq qolib ekan. Buning rengi taxminan shunchalik bo'lsa, bunday buni chiqaraylik. Necha shakli o'xshashlar PNG. Buning ismini men 4 deb o'zgartirdim. Endi buni misol ustiga qo'ysak, import bo'yicha kirsak, shundan bilan mana ustini yeb yutadi. Shundan bilan bu YAML bo'ldi. Endi shu ostida yana naqshlar bor. Shuni qo'yib 3 bo'lonliq shakllarninki radlik chizilgan oldi bor. Shuni biz o'xshashlar Photoshop bilan chizib chiqamiz. Ya'ni bundan ustiga hem avval 3 bo'lon shaklini chizib olay. Ya'ni bundan ko'p taraflikdan 3 bo'lon chizib oldik. Endi buningki qirini yo'qotib, ichining rangini qora. Bu rang butunlay qora emas. Men buni tariltib 60 qilib qo'yay. 60 bo'lsa eng muvofiq bo'lgan. Endi men bu shakllarni avval surat qavitiga aylantirib, undan birlashtirib deb bularni. Endi sirtini yutaylik. Shundan biz bu qavatni chiqarib PNG mush qavatni yengillasaklam, undan ma qavatni, ya'ni musha buni yutib ben nasıl o'zgartib qo'ysam bo'lgan. Bundan eski ozroq torlashtirib beş gradus. Hem de başına arasına bakayım. Mavi bulduk ki. Bundan keyin endi bunga yana nima ketadi degan vaqtda speklar shunaqa yer bir masala chiqibdi. Endi nima kerak degan vaqtda menga bir speklar qo'yish kerak. Speklar. Buniki
Paqırıq dərisindən 0,5 ətrafı olsun. Ondan avval mən həmməsini verirdik. Əgər bu 1 olsa verildi qoy. Verildi. Əmdə bununki paqırmaydigan yerləri, bu yerləri. Ondan həm miyə degan bir naqshkam qoyub turasa. Hatta ben speklerini siz bulup anken siz ham buldu. Endi kalem kuralı bilen paqırmaydigan dairəni sızıp çıkayım. Bu daire paqırmaya başladı. Xarab qismi o'xshasa paqirmaydi u. Endi miyada bir masala chiqibdi. Endi bu qavatni men yana bir parcha ko'paytirib olay. Ya'ni duplicate. Undan buni
10 vereylik. Bundan bunun küçüğünü o'xshashlar. Azroq bersak bo'ldi. Bunlar miyani azroq eshittirsak bo'ldi. Bunda tekstur nima? Ondan bunu alıyorduk. Hem de miyada yeni bir naqshkam qo'yibdi. Buni biz Photoshop'dan bitirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni buni yuzda bu bakan, undan bu bakan men bularni şuyutday. Endi bir qavat qurib olgandan keyin bu ishga qavatlig'i o'rnida o'tirib to'g'rilab 120 50 bo'lsa bo'lgan. Undan buni bir yo'lga aylantirib o'tdik. Ya'ni yo'lga aylantirib yeni bir surat qavat qurilib, bununla ne 35 bundan keyin orlig'ini qaror qilib uchuq. Bundan keyin mana buni shunga
Bəzimla bu çıxıdı. Qalemimizi çoğunluq qoysam ki. 40. Endi ben bunu çıkarıp sınıf bakaya maskelimde kendim. Hem yer ve mesle bakarız. Açıkçası birleştirip miyeni şu için gerek. Bu ne? PNG 5 bu yerga import layer tabini kirsak bunday azroq yuksak oldu. Şimdi import asosiyatdan maskeldi. Bo'ldikmi shu? Endi mana yuzdagi mana paqiraqlikni men eshittirdim. Yani speklarning ichidan yerlerini lonşetimizi Şimdi bunda ama bump'nınki ornama değiştirmemiz gerek.
Şimdi menin şu teyliye. Şundan tekstürün asosiyatını bütü. Yani meyada nimba desek, mesela meyada 10 şümüdüm şundan koyma, ama tekstürün kime ulanma ayır boyki. Bu yani biz meyada yeni bir model boyken, şu modelini koyupla, modelinin tekstürüsünü koyasekla bütü eken. Doğrusu bu tekstürlerini birleştirip bundan bumplarını birleştirip şimdi bunu export selected TJ uzak diffuse bu specular olsa bump şimdi mayağı çaplap bakalım. Yüklep yeni materialdan birini öreyle and then color'a diffuse and then bu specular'a spec and then ben bu materialni bir tane sütey. Ben bu 2 bu 2 bu 1 and then
bumpni vereylik. Endi bu yerdan inbadigan vaqtda bu yerda yana mishni qo'sa qismi aylangan bir model bor ekan. U modelni yasab, anki ustiga teksturasi saqlab bo'ldi. Unda bo'lsa bu soatlik darsimiz bo'yicha oyoqlashdi. Unda bo'lsa keyingi soat darsiga ko'chaylik. Xayr xo'sh.